Olma pish. Всем hay, bugun sizlar bilan распаковка video chiqaramiz. Men уже yarmidan ko'p narsalarimni ochib qo'yganman. Ну, ko'rsatib o'tib ketaman. Girland, mana shunaqa girland olganman. Buni metri 10 metrmi shunaqa edi. Короче, mana shunaqa girland. Вот. Mana. Buni men rang-baranglisini olganman. Ya'ni oppoqni o'zi, sariqni o'zi emas, rang-barang yonadigani. Keyin mana shunaqa salfetka. Вот, bunaqa shirinlik. Men bunaqa yemayman, uydagilar yeyishadi. Lak hali ochmadim. Короче, bunaqa soch uchun lak. Короче, qo'yganimni hali ochib bo'lmadim. Короче, mana shunaqa волос uchun spray, ya'ni soch uchun spray. Uyda qolmaganda. Keyin stretch o'zingizlar bilasizlar. Masalan, ustini yopishga har doimgi. Mana bunaqa zakovka. Kichkina zakovka. Mana shunaqa zakovka zakaz qilgandim, Piyamitikalda. Qaranglar. Mana shunaqa mingzinka yonida qisqich и вот mana bunaqa tedili qisqachgan. Mana qo'yasiz. Shunaqa. Men buni ham ochib ko'rsata qolay. Mana. Xuddi rasm bilan birga bir kopiya-ku, rasm bilan. Keyin men soatni qo'ya ochdim. Soat zakaz qilgandek. Rasmdagi bilan hayotdagi bir-biridan menimcha sal farq qilyapti bular. Men uchun. Mana soat вообще katta qo'y. Mana qaranglar. Men buni olib tashay desam, men oladigan joyim chiqmayapti. Shunaqa, menga bunaqangi fason yoqmadi. Keyin esa bu mana shunaqa naushniklar, quloqchinlar ya'ni mana shunaqa 3 ta. Bittasi meniki, bittasi Jasminaniki, bittasi yana bitta o'rtog'imniki. Uchalamiz ikkita quloqchin bir xil olganmiz. Bu uchalasi yopiq. Asbirni ochsam ekan, tanlash olinglar deb qo'ying. Asbirni oching. Hammasi bir xil o'zi. Tak. Nimasini tanlab o'taman buni? Mana bittasini ochamiz. Tadam. Mana anu temadan zakaz qilgan naushnikim bor edi-yu. Uni akam olib qo'yganlar. U yo'qoldi. Qolib ketib, boshqa birovning uyida. Shunaqa bo'lib yo'qolib ketdi. Vau, xil zo'r ekanda. Zaryadkasi Type-C ekan. Mana zaryadchiga chiqdi. Quloqchin. Nice. Menga yoqdi. 3 ta bir xil naushnik zakaz qilganmiz, hamma qora. Shu bilan распаковка chek tugadi. Agar bu sizlarga yoqqan bo'lsa, like, подписка, menga kommentariy yozishni unutmanglar. Xayr.